Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, avtobusimiz to'lib chiqib ketyapti Moskvadan Toshkentga. M5 yo'liga, trassaga chiqib, shu bilan ketdi. Kim Moskvadan Toshkentga, Sankt-Peterburgdan Toshkentga shunaqa davlat tomonidan qo'yilgan chipta asosida yuradigan reyslarda kelib ketish istagida bo'lsa, ekrandagi nomerga обращаться qilaverasizlar. Ushbu avtobusimiz xudo xolasa M5 yo'li bilan yuradi. Через Rizan, Penza, Samara qilib chiqib ketadi. Aka-ukalar, tanlovlarda adashmanglar, o'zimiz bilan прямой bog'laninglar. Avtobusimiz xudo xolasa 50 bitta mesadan iborat. Konditsionerlari bor avtobusda. Bosinglar endi. Sankt-Peterburg, Moskva, Toshkent avtobuslari. Tanlovlarda adashmanglar aka-ukalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.